Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan musulmon sotiladigan texnikalar bo'lsa reklama qilamiz. Telegram orqali bog'laning. Albatta keyingi dasturlarimizda reklama qilib beramiz. Bizning kanalimizni birinchilardan kuzatib turgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying, keyingi dasturlarimizni o'tkazib yubormaysiz. Unda video yoqsa like bosing. Biz unda videoni boshladik. Dastlabki texnikamiz Andijon viloyatidan Belarus 80 traktori sotuvga qo'yildi. Motor moy yemaydi, karabka zo'r holatda skorsidan tashamaydi deb aytib o'tilmoqda egalar tomonidan. Akkumulyator ham yangi qo'yilgan, 4 ta balon ham yangi qo'yilgan. Dokumentida muammo bo'lmaydi, qo'shimcha egatlari bor. Omoch qo'shib beriladi, kultivasiyasi bor, 2 ta chizili ham qo'shib beriladi deb aytib o'tilmoqda. Narxi keladigan bo'lsa 75 million so'm. Oz-moz kelishtirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. To'liq ma'lumotni egalar tomonidan olishingiz mumkin. Akalar, shu texnika sotiladi. Balonlari yangi, motori zo'r. Yo'qman joyi yo'q. Akkumulyator yangi, kalitga yuradi. Ba'zida bo'lsa yo'qman joyi yo'q. Skordan tashamaydi. Zo'r hamma skorlarda. Bomlari ishlaydi. Ishlab turgan texnika. Ishlab turibdi hozir ham. Balonlari yangi. Motor yurgizib beramiz. Ichki salonlari. Pedallarni ulab böyle. Mast holat mana. Navbatdagi texnikamiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan T28 traktori sotuvga qo'yildi. Yarim kalitda zavod bo'ladi, yangi dozator qo'yilgan. Rollar gidrolga qilingan. Ushbu texnikamizga qo'shimcha tilichkasi qo'shib beriladi. Komplekt narxda 25 million narx so'rashmoqda. Kelishtirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Agarda qiziqqan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ekran qarshisida telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni egalar tomonidan olishingiz mumkin. Haydaydigan odam yo'qligi uchun sotmoqdamiz deb aytib o'tilmoqda. Marhamat.
Navbatdagi texnikamiz Namangan viloyati Yangi Qo'rg'on tumanidan T40 traktori sotuvga qo'yildi. Hamma joyi yangi qilib qo'yilgan. Pavoratlari ham, svitlari ham yangi, akkumulyator statorlari ham yangi qo'yilgan. Polni tuning qilingan. Ushbu texnikamizga qo'shimcha chizel puliga ham qo'shib beriladi. Komplekt narxda 30 millionlar so'rashmoqda. Vamlari ham ishlaydi. Qiziqqan yurtdoshlarimiz bo'lsa, marhamat. Ekran qarshisida telefon raqamlari bor. Qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot egalaridan yana ham olishingiz mumkin. Traktorimiz mana tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Ichlarigacha. O'ngni remontdan chiqdi. Xudo xohlasa yurdi. Akkumulyator statorligicha yangi qo'yildi. Ana endi ichki salonga o'tamiz. İçlarini ham polni mana. Signalayu rol. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bu ichki salonlar. Mayt 10 kolonka.